Assalomu alaykum. Mening ismim Erkin. Industrial injiniring korxonasida ishlayman. Biz obyektlarda xavfsizlik tizimlarini bilan shug'ullanamiz. Ya'ni og'ir xavfsizlik tizimi, signalizatsiyasi, video kuzatuv, qo'riqlash tizimi va avtomatik yong'inni o'chirish tizimlarini o'rnatamiz. Ish jarayonida ko'p joylarda bir xil holatni ko'ramiz. Tizim bor, lekin u ishlamaydi. Aniq hech kim bilmaydi nega ishlamayotganligini. Ba'zida uzoq vaqt tekshirilmagandir yoki nosoz holatdadir. Aslida xavfsizlik tizimi muhim, juda muhim narsa. Bu odamlar tinch ishlashi, korxona xavfsiz bo'lishi uchun juda muhim, juda kerak. Shuning uchun tizimni biz faqat o'rnatib qo'ya qolmaymiz. Keyinchalik ham o'rnatamiz, tekshiramiz va kerak bo'lsa sozlaymiz. Kompaniyamiz bu sohada bir necha yillardan beri ishlaydi. Turli obyektlarda ishlaganmiz va tajribamiz juda yaxshi. Agar sizda ombor bo'lsa, ishlab chiqarish obyekti yoki boshqa obyektlar bo'lsa, xavfsizlik holatini bir marta tekshirib ko'ring. Men sizga maslahatim. E'tiboringiz uchun yaqin kunlarda ish faoliyatimiz va korxonamizni batafsil tushuntirib beradigan video kontentlarini yana joylab boramiz. O'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling va saqlab qo'ying. Rahmat.